ketib qoldi-ku tepaga. Shularsa bo'ladi-da. Joning sog' bo'lsin. Voy joning sog' bo'lsin. Maşallah deb qo'yasizlar bu tana. Hay voy. Mana shu yerdan uchib keldi, ololmay qoldim. Shayga chiqib, bittadan tomga chiqib oldi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, o'rtoqlar. Mana. Endi buni pastga qachon pishamiz? Yozda pishamizmi? Mana xo'roz o'rtoqlar. Ana xo'roz. Joning sog' bo'lsin. O'rtoqlar, bu akamda xo'roz tugamaydi. Xo'rozni obzor qilsang, kechgacha obzor qilasan. Juda ko'p xo'roz bor ekan davom, ha? 5-6 ta bormi chiqarmaganimiz? Bor, aloqaga chiqasiz aka. Mana xo'roz, ana xo'roz deb. Mana xo'rozni ko'rsating. Yana bormi desalaring, xo'roz 5-10 ta xo'roz topilaveradi o'rtoqlar. Joning sog' bo'lsin. O'rtoqlar, shu video davomida bitta gapni aytib o'tib ketaman. Akamizning sharoitlari zo'r bo'lsa ham, uka, meni nomerimni qo'ymang, o'zingiz soting. Iltimos, o'zingiz sotavering deganlarga, aka, men nomerimni qo'yyapman, juda ko'pchilik parvozlar Avazbek, iltimos qilib pulim yo'q, o'zingiz sotib bering, deyapti. Uyalganimdan nomerimni qo'yyapman, lekin menga hech kim telefon qilmaydi. Nimaga dedizki, bo'rini yesa ham yemasa ham oziqonda aka. Hozir men sizni videongizni o'zim nomerimni qo'ysam, bu Avazbek xuddiki sizni xo'rozlaringiz narxini aytdingiz-ku, narxni men qo'yganda yo'q qolaman. Xolos o'zingiz nomeringizni qo'yaylik, o'zingiz savdo, o'zingiz sotavering dedim, ko'ndirdim. Tash xo'rozni menga o'tdi, uka sizga dedilar. O'sha $200 reklama xizmatimizga bu xo'roz bizga o'tdi. Ishqiboz bo'lsalar buni ham beraveramiz. To'g'rimi aka? Qizig'i yo'q. Haligi nima sotilgandan keyin xizmat haqingizni beraman deyotganlarga kelishdik. Buni to'g'ri tushungan odam tushunadi, tushunmagan odam tushunmaydi. Bu madarka, sovg'a emas. Makiyampar. Makiyampar. Endi shu yoshroq ekan, mana Eng yoshi ekan. eng yoshi, xudo xolasa. Ammo gaz juda uzun, ha? Ha, gazi uzun. Katta epishimiz 1,5 kilo bo'ladimi? Bo'ladi, gapi. Barakasini bersin.